oyliklar mavzusi. Siz universitetni tugatib, masalan, sizda savol tug'ilishi mumkin. Bakalavr diplomi bilan ishlash yoki magistratura diplomi bilan ishlagan vaqtimda orasida qancha farq bo'lishi mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Birinchidan, Italiyada oylik deb gapirilmaydi, Italiyada yillik deb gapiriladi. Chunki yiliga qancha ming yevro to'lanishi uchun kompaniya bilan kelishilib va o'sha yillik summa dogovor qilinadi. Bakalavr diplomi bilan magistratura diplomi bilan ishni boshlayotgan odamni ana o'sha yillik oyligini o'rtasida 3000 yoki 4000 yevrogacha farq qilishi mumkin. Sizga taklif qilinishi mumkin bo'lgan yillik summa odatda 28000 yevro va 32000 yevro o'rtasida bo'ladi. Endi bu gross haqida gap ketyapti. Shu 27000 va 32000, 27000, 28000, ya'ni kamida 27-28000, uzog'i bilan omadingiz kelsa 31-32000 yevrogacha sizga annual gross salary taklif qilinishi mumkin. Boshqa, ya'ni net qancha bo'ladi, ya'ni oylik qo'lingizga qancha kelib tegishini, buni shunchaki ChatGPT ga kirib Italian tax policy'ni o'qib ko'rish sizga maslahat beraman.